Quloq asosan 3 ta qismdan tashkil topadi. Suyakchalar zanjiridan iborat. Bu kelgan tovushni asab signallariga aylantirib berish vazifasini bajaradi. Eng ko'p uchraydigan sabablar bular shamollash, og'rig'ini tarqalishi bilan kuzatiladi. Bu sababini topish muhim hisoblanadi kasallikni davolashda. Bu og'riqlar umuman lor sohasiga bog'liq bo'lmagan bo'lishi mumkin. Quloqdan suv yoki yiring normada chiqmaydi. Aslida quloqni tozalash tavsiya qilinmaydi. Birinchi o'rinda quloqni kovlamaslik kerak. Har serani ichkariga, nog'ora pardani yaqiniga yoki nog'ora pardani ham teshib o'rta quloqqa o'tkazishga yoki tashqi eshituv yo'lini jarohatlariga olib kelishi mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Bugun quloq va quloq kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan bir necha savollar bor. Biz ularga qisqa va lo'nda javob berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Jalol aka. Quloqning anatomik tuzilishi qanday? Quloq asosan 3 ta qismdan tashkil topadi. Tashqi, o'rta hamda ichki quloqdan. Tashqi quloqlar bular quloq suprasi hamda tovush o'tkazuvchi kanal. Bu o'z navbatida o'sha tovushni, tashqaridagi tovushni ushlab yo'naltirish vazifasini bajarib beradi. Ikkinchi qismi bu o'rta quloq, bular quloq nog'ora pardasi, o'sha o'rta quloqda joylashgan suyakchalar zanjiridan iborat. Bu yo'naltirilgan tovushni o'tkazish vazifasini bajaradi. Ya'ni tashqi quloqdagi tovushni ichki quloqqa o'tkazirish vazifasini bajaradi. Uchinchisi bu ichki quloq. Bu labirint hamda vestibulyar apparatdan tashkil topadi. Bu kelgan tovushni asab signallariga aylantirib berish vazifasini bajaradi. Quloq og'rig'ining asosiy sabablari va ularni davolash usullari qanday? Eng ko'p uchraydigan sabablar bular tashqi quloq kasalliklari, o'rta quloq kasalliklari, burun kasalliklari va shuningdek tish va anginani og'rig'ini tarqalishi bilan kuzatiladi. Bu sababini topish muhim hisoblanadi kasallikni davolashda. Ba'zida burunni ochish kifoya qiladi. Ba'zida muolajalar maxsus ko'rinishga ega bo'ladi, chuqurroq tekshirishga ega bo'ladi va ba'zida bu og'riqlar umuman lor sohasiga bog'liq bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni nevropatolog mutaxassis tomonidan davolanadigan nevrit, nevralgiyalar natijasida ham quloqqa og'riq irradiatsiya bilan borishi mumkin bo'ladi. Quloq og'rig'i bo'yin, bosh, yuz, ko'z yoki tilga o'tib og'riq berishi mumkinmi? Ha, albatta bunaqa holat bo'lishi mumkin. Chunki bizni tanamiz nerv tolalari bilan chambarchas bog'langan to'la hisoblanadi. Tishdagi og'riq nerv tolalari bilan quloqqa uzatilishi yoki tishdagi og'riq nerv tolalari yordamida boshqa joyga uzatilishi yoki quloqni nerv tolalari yordamida og'riq boshqa joyga uzatilishi mumkin. Bu og'riqni irradiatsiyasi deb aytiladi. O'sha uchun ham kasallikni manbaini topish muhim hisoblanadi. Buning uchun mutaxassis ko'rigidan o'tish shart. Quloq og'rig'i uy sharoitida qanday yengillashtirish mumkin? Issiq kompress, piyoz suvi, qo'y yog'i, yog', shunga o'xshash narsalar, spirt xalqimiz orasida juda ham keng tarqalgan quloq og'rig'ida yoki boshqa kasalliklarda buni xalqimiz juda ham keng qo'llaydi, lekin bu har doim ham o'zini oqlamaydi. Nega? Agar quloqda yiringli jarayon ketayotgan bo'lsa, issiq qo'yish mumkin emas. Agar nog'ora pardani jarohati bo'lgan bo'lsa, nog'ora parda teshilgan yoki yorilgan bo'ladigan bo'lsa, bunga spirtli tomchilar mumkin emas. Shuning uchun uyda o'zboshimchalik bilan har xil narsani qilmasdan mutaxassis ko'rigiga borib, kasallikka aniq tashxis qo'yib, keyin davolagan ma'qul hisoblanadi. Quloqdan suv yoki yiring chiqishi nimadan dalolat beradi? Quloqdan suv yoki yiring normada chiqmaydi, normal fiziologiyada chiqmaydi. Agar quloqdan suv kelayotgan bo'lsa, bu holat tashqi eshituv yo'lini atomikoz kasalligida yoki quloq o'rta quloqni eksudativ otit kasalligida bo'lishi mumkin. Agar quloqdan yiringli ajralma kelayotgan bo'lsa, o'rta quloqni yiringli jarayonidan hamda tashqi eshituv yo'lidagi har xil yiringli kasalliklar, bular chipqon bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash yiringli kasalliklardan ajralmalar kelishi mumkin. Quloqni to'g'ri tozalash yo'llari qanday va noto'g'ri tozalashning xavfi nimada? Aslida quloqni tozalash tavsiya qilinmaydi. Hamma quloq ham ichida o'zida kir to'plamaydi.
Ba'zi bir odamlar 80 yoshga kirganda ham qulog'ida kir to'plamasligi mumkin, lekin 1 yoshli bolani ikkala qulog'ida ham kir, ya'ni serniya probka deymiz, shu to'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatda quloqni kovlamaslik kerak. Har xil quloq kovlaydigan tayoqchalar, uxachiska deymiz, o'sha bilan kovlash quloqda to'planib qolgan, aslida o'zi oqib ketishi mumkin bo'lgan serani ichkariga, nog'ora pardani yaqiniga yoki nog'ora pardani ham teshib o'rta quloqqa o'tkazdirishga yoki tashqi eshituv yo'lini jarohatlariga olib kelishi mumkin. Agar quloqda to'planayotgan kir eshitishni pasaytirgan yoki eshitish darajasiga ta'sir qilayotgan bo'lsa, albatta lor shifokoriga murojaat qilish kerak. Lor shifokori juda ehtiyotkorlik bilan pardani himoya qilgan holatda quloq chirkini quruq yoki nam yo'l bilan tozalab tashlash kerak bo'ladi. Quloqning bitishi, eshitishning pasayishi, quloqning shag'illashi kabi belgilar nimalardan bo'lishi mumkin? Bu belgilar quloq chirkin yig'ilishi, quloqda to'planishi, arterial bosimni oshishi yoki tushishi, shovqinli muhitda ko'p qolish, saqlanib qolish yoki o'sha quloq bosimni o'zgarishi tufayli kelib chiqishi mumkin. Eshitishning pasayishi yoki karlikning asosiy sabablari. Yosh bilan bog'liq bo'lgan tabiiy eshitishni pasayishi, quloqdagi har xil surunkali kasalliklar, nog'ora pardasini jarohati, teshilishi, yemirilishi, tug'ma nuqsonlar, baland shovqinli joylarda uzoq vaqt ishlash hamda ba'zi bir dorilarni toksik, zaharli ta'siri natijasida karlik yoki eshitishni o'ta pasayishi kelib chiqishi mumkin. Vaqtida profilaktika qilish, baland shovqinli joylardan qochish hamda mutaxassis bilan birgalikda profilaktika qilish karlikdan sizni saqlab qolishi mumkin.